Salom do'stlar, bugun biz Invincible koinotining eng dahshatli, eng shafqatsiz va eng kuchli 3 ta jangchisi o'rtasida jang ko'ramiz. Bular Omniman, Battle Beast hamda Viltrum imperiyasining mutlaq yetakchisi Grand Regent Zrak bo'ladi. Bugun barchasiga aniq va faktlar bilan javob beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki yakun sizni hayratda qoldirishi aniq. Shunday ekan, bizga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Birinchi navbatda hammamiz yaxshi taniydigan, yer yuzidagi eng kuchli super qahramon bo'lib ko'ringan Omniman, ya'ni Nolan, sof-qonli Viltrumik haqida bilib olsak. Xo'sh, u nimalarga qodir? Nolan yorug'lik tezligidan tezroq ucha oladi. Uning jismoniy kuchi shunchalikki, u ulkan meteoritlarni shunchaki qo'li bilan to'xtatib, yerga kelishini oldini ola olgan. Eslaysizmi, u fraksanliklar o'lchamiga o'tib, bir necha soniyada ichida butun boshli sivilizatsiyani va ularning shaharlarini shunchaki havoda uchib o'tish orqali portlatib yuborgandi. Eng katta yutug'i esa Nolan boshqa ikki Viltrumik bilan birgalikda o'zlarining tug'ilgan sayyorasi Viltrumni shunchaki teshib o'tib, portlatib yuborishgandi. Nolanning kamchiligi esa u Viltrumiklar ichidagi eng kuchlisi emas. U shunchaki yuqori darajali askar hisoblanadi. Endi esa sayyoralarni o'yinchoq deb biladigan faqatgina bitta narsani, ya'ni o'ziga munosib raqib topishni orzu qilib yuradigan kosmik sher bilan tanishing. Bu Battle Beast, ya'ni Zug. U hech qanday super kuchga yoki Viltrum geniga ega emas. U shunchaki o'z sayyorasining eng zo'r jangchisi hisoblanadi, ammo uning kuchi mutlaq dahshatli bo'lishi mumkin edi. Xo'sh, u nimalarga qodir? Battle Beast og'riqni deyarli his qilmaydi. Uning terisi Viltrumiklarning zarbasiga bemalol dosh bera oladi. U o'zining ulkan gurzi va boltasi bilan har qanday zirhni parchalab tashlashi mumkin. Dahshatli fakt shundaki, komikslarda Battle Beast Omniman va boshqa eng kuchli jangchilarni bitta jangda yer tishlatgan. Uning jismoniy kuchi shunchalik yuqoriki, u hatto imperator Zrak bilan tengma-teng urusha olgan yagona mavjudot hisoblanadi. Va nihoyat Viltrum imperiyasining 1000 yillik hukmdori, eng shafqatsiz va mag'lubiyat nimaligini bilmaydigan alfa erkak Grand Regent Zrak. Agar Omniman kuchli bo'lsa, Zrak ma'bud darajasida hisoblanadi. U 1000 yillar davomida koinotdagi eng xavfli urushlarda qatnashib, imperiyani boshqargan va faqat g'alaba qozongan. Xo'sh, Zrak nimalarga qodir? Zrakning jismoniy kuchi Nolandan bir necha barobar ustun. U Nolanning, ya'ni Omnimanning jag'ini va ko'krak qafasini birgina qo'l zarbasi bilan shunchaki burdalab tashlagan. Zrak bir vaqtning o'zida bir nechta eng kuchli Viltrumiklarga qarshi bemalol jang qila olgan. Zrakning chidamligiga keladigan bo'lsak, u quyosh sirtida, to'g'ridan to'g'ri quyosh olovi ichida bir necha daqiqa davomida tirik qolib, jang qilishga qodir bo'lgan yagona jonzot hisoblanadi. Har holda Viltrumiklar olamida. Xo'sh, ularni bitta arenaga tashlasak nima bo'lardi? Avvalambor Omniman bu ro'yxatda 3-o'ringa tushadi. Nolan kuchli, lekin u Zrak bilan ham, Battle Beast bilan ham yakkama-yakka jangda g'alaba qozona olmaydi. Komiksda Zrak uni deyarli o'ldirib qo'ygandi. Demak, asosiy final jangi Zrak va Battle Beast o'rtasida bo'ladi. Va eng qizig'i, bu jang komikslarda haqiqatdan ham bo'lgan. Bu koinot tarixidagi eng uzun va eng qonli jang bo'lgandi. Ular tinimsiz naq 6 kun davomida urushgan. Aynan 6 kun davomida. Hattoki ichki a'zolari to'kilib ketganda ham jangni to'xtatishmagandi. Battle Beast deyarli Zrakni o'ldirgandi, ammo yakunda nima bo'ldi? Zrak o'zining ayyorligi va strategiyasi va yirtqichlik instinkti bilan Battle Beastning tomog'ini tishlab uzib oldi va g'alaba qozondi. Lekin Zrak o'zining to'rga bergan intervyusida bu juda og'ir jang bo'lganini aytgandi. Xulosa qilib aytganda, ro'yxatimizning mutlaq qiroli bu albatta Grand Regent Zrak bo'ladi. Ikkinchi o'rinda esa o'lmagicha jang qila oladigan afsonaviy Battle Beast va uchinchi o'rinda bizning Omnimanimiz. Sizningcha Battle Beast adolatli jangda yutqazganmi yoki agar Nolan bilan Battle Beast birlashganda Zrakni yuta olisharmidi? Albatta bu haqida kommentariyada yozib qoldiring. Ko'pchilik va aynan Torning aytishicha, Zrakka qarshi DC olamida bir dahshatli raqib bor ekan. Bu kim bo'lishini men topa olmadim. Siz bilsangiz yozib qoldiring. Aynan o'sha qahramonni keyingi videoda Zrakka qarshi qo'yamiz. O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring, videoga like bosing va do'stlaringizga ulashing. Keyingi dahshatli tahrirlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Who was that? I can sense his power.
Where is Grand Regent? He's at the rivers. What is wrong, Kal-El? There is a threat in the galaxy which could determine the very existence of our race. I suggest we prepare for the worst. We are in the endgame now. Have you located the Empire? No, my Lear. It will take some time. Return to me again empty-handed, and I will fill the storeways in your blood. Welcome back, Nolan. It's been a long time.